O'zbekistondagi pensionerlarga tezkor xabar. Barcha pensionerlar va nafaqaxo'rlarni pensiya jamg'armasi ogohlikka chaqirildi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. So'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Prostata adenomasi, surunkali prostatit, erkaklar hayotida yong'in kabi xavfli muammo. Ammo bunga qarshi eng ishonchli yechim mavjud. Vulkan mahsuloti sizga yanada yaqin. Malakali mutaxassislar tomonidan beriladigan tavsiyalar natijasida sog'lig'ingizni yanada yaxshilang. Vulkan mahsuloti prostatadagi yallig'lanishlarni bartaraf etadi. Peshob muammolarini yo'qotadi. Jinsiy hayot sifatini yanada yaxshilaydi. Vulkan siz izlagan ishonch manbai. Diqqat! Hurmatli O'zbekiston Respublikasidagi pensionerlar, pensiyangiz oshadi degan qo'ng'iroqlarga ishonmang. Pensiya jamg'armasi barcha O'zbekiston pensionerlarini ogohlikka chaqirdi. O'zbekistonda hozirgi vaqtda yoshi katta pensionerlarga notanish raqamlar orqali qo'ng'iroq qilinib, ularning pensiyalari keyingi oydan oshirilishi aytilmoqda va plastik karta yoki pasport ma'lumotlari so'ralmoqda. Bular esa firibgarlar. Qayd etilishicha, pensiya jamg'armasi xodimlari hech qachon sizga qo'ng'iroq qilib shaxsiy ma'lumotlaringizni yoki telefonga kelgan kodni so'ramaydi, deyiladi xabarda. Videoga like bosib, yoshi katta pensioner tanishlaringizga videoni jo'natib qo'ying.